O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida qator ishlar qilinyapti. Bu borada mas'ul tashkilotlar tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Tadbirda hududda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va jinoyatchilikni jilovlash, fuqarolar o'rtasida xavfsizlik madaniyatini oshirish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Bu borada aholi bilan manzilli va tizimli ishlash, profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish, idoralararo hamkorlikni mustahkamlash, mas'ul tashkilotlarning o'zaro muvofiqlashgan faoliyatini yo'lga qo'yish muhimligi alohida ta'kidlandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari tomonidan ilmiy xulosa, tavsiya, natija asosida jinoyatlar tahlil qilinib, uning kelib chiqish sabablarini o'rganib, uni ijrosini ta'minlash bo'yicha mahalla yetkilligiga, mas'ul idoralarga tegishli ko'rsatmalar berilyapti. Tuman va mahalla yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Ushbu yo'l xaritalariga qarorda belgilangan barcha vazifalar tasdiqlab berildi. Uchrashuvda hududda huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda tinch va osoyishta hayot tarzini mustahkamlash bo'yicha kelgusidagi ustuvor vazifalar belgilab olindi.